Oylik to'lov 1,5 milliondan 5 yilga foizsiz Jetur X70 da xarid qilishga nima deysizlar? Foizsiz, peniyasiz oylik to'lov 1,5 million so'mdan bo'ladi atigi. Avtomobilimizda 1.5 turbina dvigatel bo'ladi, polniy panorama tom, 360 gradus kamera bo'ladi, 7-8 litr shahar ichiga rasxod. Avtomobilimizning eng asosiy yaxshi tomoni, avtomobilimiz oilaviy 7 kishilik bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Tannarxi yoki bo'lib to'lash qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol kommentariyada plus belgisini qoldirishinglar mumkin. Yokida avtokreditga ham olsanglar bo'ladi. Eng kami 25% to'lovdan boshlanadi. Shu boshlanadi deganini ham uchastka qilinglar. Tayyor turibdi. Kechagina yana bir dona sotilgan, qorasidan bugun orqadan olib kirib qo'ydik salonga. Bemalol murojaat qilaverasizlar.